Siluet brendi asoschisi Noila Usmonova bir kuni oldimga keldilar. Katta mega seminar qilmoqchiman. Siluet brendining 10 yilligiga bag'ishlangan. Lekin eng qizig'i, ular men o'zim gapirmayman, o'rnimga boshqa instruktor, dizayner chiqadi deb aytdilar. Hayron qoldim. Nima uchun bu brend asoschisi sizsiz-ku? Bu yerda siz bo'lmasangiz bo'lmaydi-ku deb ularga aytdim. Shunda tushundimki, ular hamisha parda ortida bo'lib, ommani oldiga chiqishga qo'rquvlari borligini. Va biz ishni boshladik. Va ishonasizmi, o'sha ishni amalga oshirayotgan paytimizda men ularga kerakli savollarni berishni boshladim va 10 yillik tajribalarda shunaqa katta bagaj borligini, ilm borligini biz o'sha yerda aniqlay oldik. Va aynan mana shu seminarni biz metodologiyasini ishlab chiqdik. Va men uchun eng yoqimlisi nima bo'ldi? Mana shu seminar juda zo'r o'tdi. Seminar yakunida esa Lafuz opa, meni ochilmagan juda katta qirramni ochib berishga yordam berdingiz va sahnada men shu ilmlar, shu tajribalarimni bo'lisha oldim deb aytdilar. Men uchun bu katta mukofot bo'ldi. Sizda ham birinchi marotaba katta seminarni o'tkazishdan avval qo'rquvingiz bo'lganmi? Agar bo'lgan bo'lsa, ular qanday qo'rquvlar edi? Albatta, izohlarda yozib qoldiring.